Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bizning bugungi manzilimiz Bo'ston mahallasida bo'lyapti. Achchiqsoy ko'chasida parkentdan kelaverishimiz, bu yoqdan ketiladi Bo'stonga qarab. 300 metr ichkariga kiriladi. Yo'llarimiz asfalt. Bizni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan hududimizda 16 sotun tashkil qilyapti. Xuddi shu yerdan chegarasi bu yoqgacha 40 metrga 40 metr, ya'ni 16 sotunlik maydonimizda kadastr hamma xat hujjatlari joyida bo'lgan ushbu joyimizda hozir so'ralayotgan summa sotuv uchun teraklari bilan birgalikda 3,5 mingni tashkil qilyapti. Telegram kanalimizga o'tib bemalol xonadon egalarini telefon nomerlarini olsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqib bemalol gaplashish imkoniyatingiz mavjud. Ko'rishimiz mumkin, bu yoqda suvlar doim bo'ladi. Bundan tashqari tok o'tgan, gaz o'tgan barcha kommunikatsiya vositalari mavjud. Bu yoqda firma sifatida foydalansanglar ham bo'ladi yoki dacha qurish imkoniyati ham mavjud. 5 barmoq deganda birinchi hammani xayoliga Bo'ston keladi-yu. 5 barmoq ham bu yoqdan uncha uzoq emas. Teralarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi yetilgan. Umumiy hisobda ushbu 16 sotunlik maydonimizda 260 tub terak bor. Agar terakni o'zini sotaman deydigan bo'lsanglar ham 500 mingdan sotgan taqdiringlarda ham juda ham katta pul bo'ladi. Bu yoqda 160 tub terak juda ham kattalari, eng kattalari hisoblanadi. Ularni yaxshigina pulga sotsanglar bo'ladi. Aytmoqchimanki, agar teragi bilan oladigan bo'lsanglar, ancha yutasizlar. Qiziqish bildirganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishligi mumkin. Kadastr hujjatlarini Telegram orqali tashaman beraveramiz. Hamma xat hujjatlari bor o'zimizda. Mana chegaramizga kelyapmiz. Mana shu yerdan chegaralanadi. Chegara yemaydi mana. Yo'l asfalt, qolaversa Parkent Bo'ston yo'nalishidagi avtobuslarimiz ham xuddi shu yerdan o'tib ketar ekan. Hozir ko'rdik chunki bu narsani, avtobus shundan o'tib ketdi. Parkent Bo'ston avtobusi. Parkentga yetib olaman desanglar ham bitta transport bilan bemalol borish imkoniyatingiz mavjud ekan. Yerlar tep-tekis. Havolari juda ham toza. Aloqaga chiqsizlar, bizdan yanada ko'proq kutib qolasizlar. Hurmatli o'rtoqlar, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.